Qaysi birini aka? Keling. Bitta brend logotipini ko'rsataman. Agar qaysi brendga tegishli ekanini topa olsanglar, nomini topa olsanglar sog'amiz. Xo'p, mana shu logotipimiz qaysi brendga tegishli ko'rganmisiz hech? Yo'q. Yo'q, ko'rmagansiz. Bilmadingiz-a? Ko'rmagansiz, xo'p. Mehmashki. Qo'y, mehmashki. Ko'rganmisiz? Xo'p, aka, sog'amiz. Rahmat kattakon. Yo'q. Ko'rganmisiz? Ko'rmagansiz? Ko'rmagansiz. Mehmashki, demak, ko'rganmisiz o'zi? Ha, ko'rdim. Ko'rgansiz. Aka, mana sog'amiz. Mehmash. Ko'rganmisiz? Ishtirok uchun rahmat. Mehmash emas. Aniq. Ana. To'g'ri topdilaganmiz. Mehmash bilan logotip sog'amiz. Qabul qilib olasiz. Mehmashga tegish. Mehmashki. Bittada. Qayda ko'rgansiz? Ishlagansiz o'zi. Mehmash. Zo'r aka. Aka, ishtirok uchun rahmat. Mehmash kimga? Mehmash. Ko'rganmisiz? Ko'rganman. Ko'rgansiz. Yo'q. Mehmash. Qayda ko'rgansiz aka? Buni kepkasi bo'lganmi? Mehmash. Mehmash. Bittada. Ko'rganmisiz? Ben ko'rmadim. Qayda Odam ko'rdingiz? demişki bunu. Odadan. Ha? Sog'amiz. Ishtirok uchun rahmat kattakon. Yo'q, bilmadim. Ko'rmagansiz. Logotip qaysi brend? Mehmashga? Ishlatib ko'rganmisiz? Ishlatib ko'rgan o'zim qurilib Aka, rahmat kattakon. Ishtirok uchun rozi bo'lasiz. Rahmat.